Kelgan mebellarda yangilik bormi degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa eski bozorga yetib kelganmiz, ya'ni yangi assortimentlar olib kelib qo'yibdi. Shu stolimiz juda arzon narxga berib yuboramiz deyishyapti. Video davomida ko'ringlar, xudo xolasa sizlarga yoqadi. Ancha arzon narxga, ko'p ham ishlamagan, pashti o'tirishmagan ekan. Hali salafanlargacha turibdi. Xudo xolasa sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar ham obuna bo'lib qo'yishlaring mumkin. Sizlarga chiroyli qilib narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. To'liq ma'lumotni akamizdan olib o'tamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib qo'yasiz. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Aka, qaysi birdan boshlaymiz? Bir boshlayveramiz stollarimizdan. Bo'ldi, stollardan boshlayveramiz. Qanaqa aka bu? Stol o'zi addenning. Bunaqa 250 mingga beramiz. 250 so'rab qolishadi ko'p ko'ra. 250 mingga beramiz. 250 ming. Galoyimiz o'tkasalar egalama qilgan. Bitta shunisi qoldi, qolgan hammasi sotilib ketdi. Aha. Spanni bilan turayotgan narsa. Taylar bundan sondalar o'tkazar ko'rsatgan. Aha. Bunaqa 1.700 mingga beramiz. Komplekt. Komplektda stoli bilan, uni. Stol adden 200 ming. Ha, bunisi adden 200 ming. 200 ming so'm. Aha. Ko'chirishga qo'yma qilib narxni chiroyli qilib beraveramiz. Ko'chasini olaman degan chiroyli qilib beraveramiz narxni. Kelishiladi, xudo Hamma yo'g'i joyida. Kelishiladi. Bularchi aka? Bu ko'p narsa buni 150 mingga beramiz. 150 ming. Oshxonani. Oshxonaga adden nimasi qo'ygan 150 mingga beraveramiz. Stolimiz 12 talik. 12 talik, aha. 3 million 200 aka. Komplekt. 12 talik stol pashti 2 oy turgan jonli ishlamagan yangi narsa. Aha. 240 aka. Bu 2 metr. Tiniq sosteniyasi. Aha. Sinib bunaqa joyi yo'q. 2 million 400 ming. Holatlardan o'zi. Material aka, bu qanaqa material? Baqatera deydi shunaqasida. Baqatera. Stolini xon qilsa ham bo'ladi buni. Buni narxi hamma stuli bir xil sosteniyali, bir qator ko'rinma qilaverasiz. Buni narxi 2 million 900 ming beramiz. 12 ta stul va stol. 2 million 900 ming so'm. 2 million 900 ming so'm. Yangi desa ham bo'laveradi yangi. Bu cho'xinimiz bor. Salafanlarga solinmabdi. O'tgan safar cho'xinlar sotilib ketdi, yangillar keldi. Buni razmeri 240, bo'yi 2 metr. Aha. Materiali akril. Ichlar polkalar hamma yo'g'i joyida. Rasmlar tushirib va chiroyli. Ayyoq berishgan ekan. Rakini o'rnatsa ham o'yin taraf, chap taraf mosini o'rnatib beryapti. Farqi yo'q. Farqi yo'q, joylari mos. Aha. Nesbi qo'shiladi aka? 200 ming qo'shiladi rakinaga. 200 ming. Bepul o'rnatib. Bepul o'rnatib berib 200 ming mo'kasi qo'shiladi. 200 ming mo'kasiga qo'shiladi. Razmeri 240, bo'yi 2 metr, boshqa nimalari ham bor. Buni narxi 2 million 200 mingga beramiz akrilda. Bunisini 2 million 200 ming so'm. Razmeri qanaqa? 240. 240. Uzunligi 2 metr. 2 metr. 242. Zo'r. Bu qanaqa material? Razmeri hamma bir xilda, material MDF. Kirasi yepi o'ymadan qildi, hali o'yilgan deydi, shunaqasi. Aha. Ichlari. Vakuummi bular? Ha. Bu aytibasiz, eshiklar vakuum hammasi. Vakuum bas. Bunga o'sha mo'ychi hamma yo'q bir xilda mo'ychi narsa bo'ladi. Buni narxi 2 million 500 ming. MDFning hisobi 500 ming, 2,5 million. 300 ming so'm farqi bor. 300 ming farqi bor. Laminatligi bor, 2 million so'm. Razmer hamma yo'q bir xilda. Material laminat bo'ladi. Eshik laminat. Qo'ya hamma yo'q bir xilda. Bir xilda. Bular boshqa oksiyati ham bor, xohlasa nima qilib. Telegramda yozsa, Telegramda yozsa har xil. Bu MDFliklar ham boshqacha svetlar kelyapti yaqinda bo'ladi bulardan har xillardan bor. Bunda har xilidan bor, tayyor. 2-3 xil varianti bor bularda. Obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa keyingi videolarda chiqaramiz. Bular bor, zavodskiy narsa, Belarusyaniki. Tepalar chiqadi antarsollari. Hamma yo'g'i joyida. Belarusskiy stenki. Oshmoshlar yana zavodskiy o'ziniki. Rastoy narsa bas. Adden keng ekan bo'ladi. Adden bo'ladi. 4 ta chas. Tarashga ham oson. Ha. Buni razmeri bittasi 1 metrda. Zo'r. Bexatar narsa. Zo'r polkalari ham. Bunga joyi yo'q. Hamma yo'q razmer chiqadi olishmagan. Tortmalarigacha o'ragan. Tortmalari ham ochilib yopilishlari zo'r. Bitta domga qo'yib qo'ysa ham zo'r turadi-da. Antarsoli ham chiqadi. Aynalarigacha vobshe zo'r narsa ekan. Ko'pchilik bizni ichini so'rayapti, o'sha ichini video qilib chiroyli qilib bersalik. Mana, zo'r ko'rinadi menimcha. Sayda mana joylari bor. Tiniq ekan lekin. Tiniq sosteniyada. Zo'r narsa. Remont ham bo'lmagan, hamma yo'q o'shanda turibdi holat. O'zini holati turibdi. Buni narxi 1.900 ming hammasi. Dona olaman degan odam yo'q, dona sotaveramiz. Kami bor-a? 1.900 ming bo'lish narxi qolma. Ha, bo'lish narxi olmaganga. To'lalar, donasi olaman degan 550 mingdan beradi bittasini. Donasi 550 mingdan. 550 ming bittachasi. Bittachasi. Komplet olsa 1.900 ming. Bo'laveradi. Zo'r. Menimcha hammasini tanishtirib keyingi joyga o'tamiz. Hop, davom etaveramiz aka. Bu spalni garnitur. Komplekt ekanda. Komplekt. Buni razmeri 1.70 eni, uzuni 220. Eng katta razmer. Eng kattasi. Bu matraslar yangi qo'yilgan, yangi qo'yilgan. Salafan. Taylar displey. Holati vaqti zo'r ekanda. Displeyi ham butun splashga ketgan. O'rtada oyoqlari bor bellanchi. Materiali MDF o'yma deydilar, MDF qilingan. Aha.
Chikanlari ham adden bo'ladi. Etaji xo'liga sig'oradi. Ikki eshi bo'linadi. Ichlarini olsa, ichlari ham tiniq. Yo'q, ichlari ham chiroyli ekan. Ichlari ham holatlari tiniq. Bularni o'yib tomoni, chiqarishgan. o'yib chiqarib krasivka. Ikki tomoni vishilka. O'rtasi polka. O'rtasi. Ochilishi endi mana joyimiz chachada. Tumba bittami, bunda ikkitami? Tumbichasi bitta ekan. Bir dona ekan. Bir dona tumbichasi, trimos mana ba'da. Trimosi ba'da. Trimos mana. Endi uyga olib qo'ysa ham yaxshi zo'r turadi. Polka mana ichlari. Zo'r. Ochilib yopishlari hamma yo'q zo'r mana bu yerga joy. Pastda ishlamagan. Pastda yaxshi. Tiniq holatda. O'g'ishlar bemalol, tiniq. Zo'r. Keyin bu stenkamiz bu. Narxi qolib ketdi. Narxi, bu narxi 3,5 million qilib beramiz. Bitta, ikkita. Trimos, spanishka. Shabi ham bir tom usta chaqirilmaydi. Etajga qo'ysa to'g'ri, shunisi yaxshi. Bo'lay. Tepasida qoshini olsa bo'ldi. Bemalol. 3 bo'linadi. Yonlari ham hamma yo'q tiniq, bexijolat narsa. Bu stenkamiz bu. Buni narxi yana qolib ketdi. 3,5 million. 3,5 million. 3 million 500 ming komplet hammasi. Oxirgi narxi shunaqa. Oxirgi narxi 3,5 million qilib beramiz. Shunaqa. Bu-chi aka? Bu stenkamiz bu. Razmeri 280, bo'yi 230. Bu ham adden bo'ladi, bo'lay. Butun bas. Aynilari avvalni ekan. Avvalni ham yo'q bitmabdi, aynilari bitmabdi. Singan joyi, ichlari ham toza pokiza. Zo'r. Buni narxi 1 million 200 ming so'm qilib beramiz. 1 million 200 ming so'm. Dastavkasi qanaqa buni? Dastavkasi Farg'ona ma'lumotida beriladi. Vodiygacha kelishilgan holda. Vodiyga kelsa shopillar, Andijon, Farg'ona, Namangan sotyapti. Chiroyli qilib beramiz. Qilib beriladi. Xo'p, bu Bu taraf. shkafimiz bu. Mana. 5 teshikli, ichlari ham toza. Polka taraflari. Ikki tomoni o'rtasi polka bo'ladi. Ikki tomoni ishlikka bo'ladi mana. Buni narxini 1 million qilib beramiz. 1 million so'm. 1 million so'm. Bo'ylari necha aka bular? Bunaqasi bir 2dan oshiq bo'lsa, ana razmeri aloqa chiqsa, o'lchab netib qilib beraman. Bu narxlarni qilib beraman. Uchgalarigacha boshqacha qilib ishlangan ekanda bu. Uchasi ham boshqacha. Yaxshi zo'r. Bu-chi aka? Bu shkafimiz bu sotildi bu. Necha pulga sotildi? Buni 1 millionga sotdik. 1 million so'mga sotildi. Bu taxtali shkanerimiz bu. Mana ichlarini olsangiz, oshmoqchilar splashni hamma yo'q taxta. 100% taxta. 100% taxta. Mana polka, oshmoq splashnoy. Tiniq sosteniyasi. Zo'r. Buni narxi bu 850 ming qilib beraman. 850 ming so'm. Hamma yo'q joy 850 ming qilib beraman. Bu shkanerimiz bu 3 teshikli. Buni ko'rsatuvim. Buni 650 ming qilib beramiz. 650 ming so'm. Zo'r. Qo'shqanlarimiz bor. Bir tomoni ishlikka, bir tomoni polka bo'ladi. Ruminiyaniki. Bu ham taxtali bo'ladi. Kalirovka. Buni narxi bo'layotgan narxi 950 ming qilib beramiz. Tiniq ekan, lekin tiniq 950 ming qilib beramiz. Kalirovka qilingan. Kalirovka. Yoni ham shunaqa yaltirab. Yonlari ham shunaqa. Qo'shqanlarimiz bor. Oyog'i temir oyoq. Ichlari ham, ichlari toza. Kalirovka. Polka. Bir tomon ishlikka, bir tomon polka bo'ladi. Zo'r. Oyog'i. Buni narxi 650 ming qilib beramiz. Qancha? 650 ming. 650 ming so'm beriladi. Bu-chi aka? Bu kamotimiz bor. Tiniq sosteniyasi. Bag'da ochiladigan joylari bor. Buni narxi bo'li yoni hisoblanasa 250 ming qilib beraman. 250 ming so'm. 250 ming so'm. 250 ming so'm. Zo'r. Stenkalarimiz bor borda mana. Bu tarafdan boshlaylik. Bir bosh. Stenkamiz bor. Antisolli chiqadi. Ichlarini olsangiz mana ichlari ham katta. Ichida polkalari bor tepada. Oshmoqchilari ham radmi o'ziniki. Tiniq sosteniyasi shuni. Zo'r. Keyin bu xohlasa antisolli bo'yi balandlik qilsa addini ishlatsa ham bo'laveradi, pastga tushirib. Antisollar chiqadi. Ajratib qo'ysa bo'laveradi. Bitta, ikkita, 3 bo'lak mana turishiga. Bitta o'zi 3 bo'lak bo'ladi. Bitta o'zi 3 bo'lak. Polkalari ham yo'q to'liq. Ichlari. Tortmalari ochilib yopilishlari ham zo'r. Hamma yo'g'i zaratli narsa. Radmi. Zo'r. Barlari. Cho'tka ekan ama. Kalirovka. Tiniq ekan. Tiniq narsa. Yo'q joy. Tiniq. Keyin joylari bo'lib qo'ysa ham bo'laveradi. Hozir dona hisoblansa ancha ko'p narsa bo'lib ketadi. Hozir antasonni bitta nima qilishlatsa ham, addini tushirishlatsa ham bo'laveradi. Buni narxi mash turish hammasi 2 million qilib beramiz. Turish 2 million. Turish 2 million. 4dan batta? 4ta. 500 mingdan to'g'ri kelyapti. 4ta narsa, 500 mingdan. 500 ming. Dona hisoblansa mana shu bitta, ikkita, 3 bo'lib bitadi. Bittasi 3 bo'lak bo'ladi. Bittasi 3 bo'lib bo'lsa 12 ta narsa bo'ladi. Yengil bo'lib olib ketaveradi. Etajga qo'li bemalol sig'adi. Zo'r, xudo xolasa. Bu stenkamiz bor. Boshqacha narsa. Mana bu kalirovka zavod tiniq narsa bu ham. Mana.
Dishilcha, pulcha, mulka hamma yo'g'iradi, hech qatalishmagan. Zo'r. Mana. Keyin bu ham bir tomonlama, bu ham addini bo'ladi. Tepasi chiqadi, keyin o'rtasidan bo'linadi. Bular baqa tortiladi. Bular pastga tuparlar, chiroyli ishlangan. Buni qarang. Chiroyli ishlangan. Mana zo'r chiqargan bor. Mana ichiladi. Oshmoqlari ham radni o'zuniki, hech qatalishmagan. Portmalari ochilib yo'qlari zo'r. Tanaga ishlangan lekin. Bu qattiq endi. Bu importda egasi ovqat nechinchi yilda chiqqan qatdan chiqqan yo'q yozilgan, ammo import. O'zimizda chiqmagan import narsa. Razmerlari necha? Razmeri 380. Pashi 4 metr joy zo'r tushadi. 4 metr. Bo'yigachi? Bo'y baland qismi chiqadi. Bo'yi 220 bo'lsa kerak. Ana razmeri tilon qilsa, razmerlar chiqarib beramiz. Avvalni qilishlangan ekan, ammo zo'r. Nech pul qilib berasiz aka? Buni 2,5 million qilib beramiz. 2,5 million. Tam majaz komplekt hammasini. Aha. Bu tarafdan narsalar Bu bor. taraf narsamiz bu. Ketdi aka. Bu Qaysi? va pufigimiz bor. Jupini 80 ming qilib beramiz. Keyin kirslimiz bor. Ko'pchilik so'raydi, bitta kirslo doza. Buni narxi bo'laylar, 200 ming qilib beramiz. Bo'lish. 200 ming, ha? Tutildi puliga bu ham. Tepasini qoplatib olib. Devallarni sotib oldik, mana shu bitta kirslo doza qoldi. Ha, bo'ldi. 200 ming qilib beramiz. Boshlar. Mana bash devanimiz bor. Aha. Material yangi mo'sh material. Buni qisman bo'ladi bu, tay sondiqlari bor mana. Prujinali devan mana. Ishlatilgan debmi? Bu рабочий, rossiyskiy deyamiz. Buni remont qilib naqd qilgan, ishlashlari ishlaydi bu. Aha. Buni narxi 1 million 300 ming qilib beramiz. 1 million. Mo'sh material. so'mi? Tavsiyasini 1 million 300 ming. Buni ham dastavkasi Farg'ona Marg'ilonmi? Farg'ona Marg'ilon. Bu divanimiz bu. Bu ham oldi ochiladi spanyola 2 metr. Buni narxi 800 ming qilib beramiz. 800 ming so'm. 800 ming qilib beramiz. Bunisi bor, bu ham spanyola bo'ladi, oldiga chiqib kishilik. Aha. Ikkita bakyon qo'yish jurnalist hisob bo'ladi. Buni narxi 850 ming qilib beramiz. 850 ming so'm. Uzun yostiqchalar. Uzun yostiqchalar ham komplekt. Bu divan bu. Bu tarafda qizil, aha. Qizil divan bu. Bu ham 30 naq spanyola bo'ladi, tay sondiqlari bu. Buni narxi 1 million qilib beramiz. 1 million so'm. Keyin cho'qinimiz bor. Razmeri 320. 320 addinadi bo'ladi. Bu zakasiya qilingan ish bu. Uzun narsa ekan. Materiali akril. Mana bu sushnikalari ham bor ichida mana zakasiya qilingan. Simist oqasi, simist titr, simist hamma yo'q ishlaydi. Mo'chasi ham yaxshisidan. Tayyor ekan. Tayyor. Simist nimalari. Zo'r. Keyin bu ichlarini bir qator olib kelsangiz, mana polkani ichlarini olib so'rashga ko'pchilik. Polka qismlari. Tiniq ekan. Tortma qo'yilgan, qo'shiq ham yo'q qo'yilgan narsalari bor. Tayyor. Tayyor. Mo'yki joy jilaveradi, joylari ham farqi yo'q. Qolagan tarafi. Ichlari bu yerda tindan masalan, ichlari polkalar. Keyin razmeri ham enliroq bular. Uzunroq. Keyin ham akril, ham razmeri ham katta. Churumcha, PVC churumcha, mo'sa addini bonusyali. Addini ishlatsa bo'laveradi. Boshqa narsa bir gaz ustimida ekan. Ha, bo'ladi. Razmeri 320, aloqaga chiqsa, zo'q razmerlarni o'cha aniq qilib beraveramiz yana. Necha pul berasiz aka? Buni narxi 2 million 900 ming qilib beramiz. 2 million 900 ming so'm berasiz. Komplekt hammasini. Buni ham Farg'ona Marg'ilon dastavkasi qilib beramiz. Biri qo'shamiz bu eshitayga. Aha. Ichlarining ozi, ichlari ham tiniq. Tashqarisi ayni ekan, ichi endi narsa. Biri qo'shaydi. Eshitagiga qo'ygani. Zo'r betgan narsalarni ilib, Faqat narsalarni esa bo'lar ekan, shilkalari ko'p ekan. Narxi necha pul aka? Bu narxi 650 ming qilib beramiz. 600. Bu zakasiya qilingan katta razmer. Holati ham tiniq turibdi. U ishlashsa bo'ldi. Kamerada qanday ko'rinyapti bilmadim, lekin holati tiniq. Aynida ham tiniq joyi yo'q ekan. Bu sondiqchamiz bor, buni 100 ming so'm qilib beramiz. 100 ming so'm. Tayda sondig'i 450 ming qilib beramiz. Kulkatlari ishlaydi, taxta ham yo'q. Ular bilan asosan bonusga ham qo'shib beramiz. Bu ko'proq narsa olgan bonus qilib beramiz. Kumba, mashinali polkalarda bonus qilib qo'shib beramiz ko'proq narsa olganga. Bu kompyuter stolimiz bor, buni narxi 550 ming qilib beramiz. 550 ming. Tayyor o'zi kompyuterga moslangan. Kompyuterga moslangan bo'lsa kerak. Zo'r. 550 ming so'm. 550 ming. Bu trimo 150 qilib beramiz. Ularni 50 mingdan qilib beramiz. Qayda tuman 100 ming qilib beramiz. 100 mingdan. Ko'p narsa olganga bu divan bo'lishi bonus qilib beramiz. Cho'g'il qoplasa 1 million 300 minglik divan o'zi. Bu bulardan ham ko'p 150 ming qilib beramiz, ko'p narsa olganga bonus qilib beramiz. Bonuslar bularchi aka? Bu spanli jupi 1 million. Jupi 1 million. Matraslar radmi? Odamlar matras, rossiyskiy spanli. Ancha yil xizmat qiladi. Ancha xizmat. Tiniq sostaniyasi. Bu donalik so'rashganda, donaligi. Buni ham matraslar radmi. Donalik necha puldan qilib berasiz aka? Mana. Buni donasini 600 ming qilib beraman. Donasini 600 ming. Donasini 600 ming qilib beraman.
Jupini necha pulga beraman dedingiz? Jupini 1 millionga beraman. 1 million qilib berasiz. Donasini Jup 600 olsa ming. lekin arzon Jup tushadi. olsa arzon tushadi. Bu Bunisi bor, bu temir oyoq. Mhm. Sasdan matrasning ochilmagan radnoyi. Mhm. Mana o matraslar og'darma. Zo'r. Buni narxi bu temir oyoq bo'lish hisobicha qimmat 650 mingga beramiz buni. 650 ming so'm. 650 50 ming so'm farqi 50 ming ekanda. farqi bor. Aha, bu cheki. Alqoy. Bu DC'de 200 mingga beramiz. Tumbasi, so'mi? displey mana shu turish 200 mingga beramiz. Mhm. Uylarda eski ishlaydigan mebellar bo'lsa ham olaveramiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q, bodi bo'lsa kelishib olaveramiz. Aha, zo'r. Bular necha puldan aka? Bularda sotildi. Narxini nima qilish, akam narxini nima qilib beradi. Bular sotilibdi bular. Ishlatilgan mebellar bo'lsa olaverasiz, Olaveramiz, xohlasa sotaveramiz. sotilaveradi, aloqaga chiqib ko'rasiz. 97 lik nomerimiz 555 65 43. Aha. 33 lik 840 07 07. Aloqaga chiqib ko'rasiz, Aloqaga xohlasa. chiqib ko'radi. Akamiz chiroyli qilib berishadi. Assortiment ko'p. Telegramdan Yana rasmlashtirsa. aloqaga chiqsa Spanyan turgan boshqacha 3-4 xil variantlari bor har xil. Uyda turibdi, Uyda ulardan nima turibdi. rasmga olib, xohlasa Hammasidan tashlab bor. beriladi. Aloqaga chiqib ko'ringlar, xudo xohlasa chiroyli qilib qo'yib berishadi. Dastavkalari bor.